Sarsenbayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Alaykum assalom. Temurbek, raqam. Birinchi raqam. Otamning gaplarin eslasam goho, bo'shliq, ko'z oldimdan tuyalar, otlar. Ular uchramadi menga ajabo, bo'shliq, duch kelishdi mayda jonzotlar. 1 daqiqa vaqt. Ammodan keyin virgul bo'lmaydi-yu. Ammodan keyin oldin bo'ladi. Oldin bo'ladi. She'rni o'qing. Otamning gaplarini eslasam goho, O'tar. tushimda ko'z oldimdan tuyalar, otlar, ular uchramadi menga ajabo. Nahot duch kelishdi mayda jonzotlar. O'tar va evoh yoki ammo. Boshqacharoq endi. Otamning gaplarini eslasam goho, o'tar ko'z oldimda tuyalar, otlar. Ular uchramadi menga ajabo, ko'proq duch kelishdi mayda jonzotlar. 25 ball. Ham yo'q. Hech qaysi yo'q. Davom etamiz. Yana 50 ballgacha qo'yingiz imkoni bor sharh uchun. Marhamat, 2 daqiqa. Bo'yicha adashyapti bu Hamza. She'rda aytilishicha, otamning gaplarini eslasam goho deydi. Topyapti bu o'g'lim. Ko'z oldimdan tuyalar, otlar o'tar edi deb aytib o'tadi. Shu bilan birga ular uchramadi menga ajabo deydi. Ya'ni mening ko'z oldimdan, ya'ni karvonda o'tganda tuyalar, otlar uchramadi bu yo'lda deydi, karvon yo'lida deydi, uzoq safar davomida. Ular uchramadi menga ajabo. Ko'proq menga faqat mayda jonzotlar duch keldi deb aytib o'tadi. Shu bilan birgalikda Sharhqa bilmaygan. Ular yodlab chiqib qo'yganda bu yoqda. Nima bo'ldi? sarflamayman. Anlamaysiz. Ismingiz nima edi? O'qituvchi. Nimadan dars berasiz? Tarix. Tarixda bunday she'rlar ko'p. Butun tarix she'rdan iborat. Nega tashlab bu she'rni o'zi tarix? Temur ismini qarang. Temurbek. Temur hech qachon taslim bo'lmagan. Siz 1 minutda 9 sekundda taslim bo'ldingiz. Lekin inson zoti ismiga mos yashashi kerak. O'zi ikkinchi satrda aytib turibdi, mana men shu yerda turibman, ko'z oldidan o'tar degan so'z turibdi dedi. O'zi she'r o'zi gapirib turibdi. Juda osongina topadi deb o'ylab o'tirdim. Endi baho qo'yib olamiz, hozir maslahat qilaylik. Bir ovozdan sizga 10 balldan qo'ydik. Sog' bo'ling.